Mana ikkita yigit kelib aytib beryapti. Shundan keyin tavbalariga sabab bo'lgan, o'g'nalishlarga sabab bo'lgan. O'sha chetga chiqishib, Rossiyaga borishib, bir odam bilan, bir bola bilan bir oy birga biznes bilan bordik, bir oy birga bo'ldik, yurdik, turdik. Oxiri bizdan so'radi o'sha bola. Iymonsiz, kofir so'rab shu bolalardan. Sizlar musulmonmisizlar debdi. Desa, ha, musulmonmiz debdi. Men nima qilsam birga qildilaring debdi. Nima qilsam birga qildilaring, birga ichdilaring, cho'chqa go'shi yedik. Ano prostitutkalarga bordik, fohishalarga, kuldik, uxladik, turdik. Men bilan bir xilsizlar, nimalar musulmonsizlar dedi. Ko'ryapsizlarmi yigitlar? Nimamiz musulmonmiz? Bugun do'ppi bilan namozdan boshqa nima qoldi aytingchi? Ayting, bugun nima qoldi? Men kecha aytib berdim shekilli, Farg'onada bir masjidda, kecha aytibman shekilli. Soqolni qo'ygan, mendan soqoli katta, lata do'ppi kiyib olgan. O'z ko'zim bilan ko'rdim, Farg'ona tomonda. Bitta shim kiygan, xullas u kiyimli qiz normalniy qiz emas. Turishida bashara tortyapti boshqa yoqqa. Qo'lni ushashib ketyapti o'sha. Do'pping nimasi, soqoling nimasi? Soqolingga muvofiq yuralyapsanmi? Do'ppingga muvofiq yuralyapsanmi? Islomingga mos musulmon bo'la olyapsanmi? Ha, biz Xudoning uyini ko'rib kelganmiz, mashinni. Ha, biz Xudoning uyini ko'rib kelganmiz, narkosh. Ha, biz Xudoning uyini ko'rib kelganmiz, jalabvoz. Nimasi bu? Nima bo'pti sen Xudoning uyini ko'rib kelgan bo'lsang? Narkosh, firibgar, bizga nima qizig'i bor uni? Namoz o'qiymiz. Nima bo'pti namoz o'qisang? Namoz o'qib aldaydigan mashinnilar, firibgarlar, yolg'onchi, kazzoblar, zinokorlar, qumorvozlar, narkoshlar. Bugun Alloh deb turib aytga chiqib nasha cheksang, sening Alloh deganing nimasi-yu, og'zingga o'sha haromni olganing nimasi? Gapir shunaqalar. Agar ichimizda bo'lsa. Bo'lsa mana primoyda ko'ryapti. Gapirsin shuni. Biz nima bo'lyapmiz biz? Yo yog'bas, yo go'shtbas deydi. Iminni munofiqning sifati shu bo'ladi. Uni ham qilaveradi, buni ham qilaveradi. Ikkita qayoqda ketaveradi. Musulmon bir xil bo'ladi. 30 pora Qur'onni talabi bitta. 100 minglab hadisni talabi bitta musulmonlar, qadrdonlar, do'stlar, akalar, ukalar. 30 pora Qur'on va 100 minglab hadisni talabi bitta. Bir dona. Ey inson, ey banda, ey ummat, yaxshi odam bo'l, tamom. Islomning talabi shu. Islomning talabi shu, yaxshi odam bo'lish shu xolos. 30 pora Qur'on Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek, ad-dinu an-nasihatu dedilar. Din bu nasihatdir dedilar. Din nima? Qur'on va hadis. Qur'on va hadis nasihat. O'sha 30 pora Qur'onda nasihati bizni yaxshi bo'lishimizga chaqirdi. 100 minglab hadisda nasihati bizni yaxshi bo'lishga chaqirdi. O'zingni o'ldirma, birovni o'ldirma, yaxshi bo'lishni. O'zini o'ldiradi yomon odam, birovni o'ldiradi yomon odam. Tarozidan urma. Nima degani? Nasihatmi? Yaxshi odam aldab savdo qilmaydi. Yomon odam, haromxo'r odam, haromdan qo'rqmaydigan odam aldab sotadi, yolg'on gapirib sotadi, tarozidan uradi, metrdan uradi. Bularni tojiylarda, forslarda haromxo'rlar deydi bular. Haromdan yeb tirikchilik qilgan odam jannatga kira olmaydi. Sen qayerdan bilasan desangiz, Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, namoz jannatning kalitidir, u jannatning tishlari halol luqma deganlar.